Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, hurmatli podpischilar, bizni kuzatib boruvchi aziz mijozlarimiz. Mana bugun yana bitta obyektimizni o'z egasiga topshirish arafasidamiz desam ham bo'ladi. Bu yerda qilinadigan ishlar yakunlandi. Neftdan yasalgan eng qizig'i bir olti lentdan yasalgan krashli eshiklarimizni o'rnatib berdik. Modeli ham klassika. Mana bunday oynali eshiklarimiz bor bu yerda. Bu tomondan qarashingiz mumkin gluxoy, sanuzel, spalni, marhamat ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana shunaqa bir-biridan go'zal chiroyli eshiklarni qo'yib berdik. Bu dargohimiz ham begona emas. O'zimizning jo'ramizning dargohi. Hozir mana amakimizdan xolis bir og'iz fikrlarni so'rab o'tamiz. Ammo eshiklarning sifati, so'ramiz ishlari sizga yoqdimi? Eshiklar bo'yicha kamchiliklar, ustalarimizning ishi bo'yicha kamchiliklar yo'qmi? Muomalalari javob kerak. Javob berishni. Mana amakimizdan xolis fikrlarni so'rab oldik. Nima xizmat bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Pastdan raqamlarni qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'rasizlar. Mana kech bo'lishiga qaramasdan bizlar kichkinagina eshigimizni obzorcha qilish uchun keldik. Bu yerda qilingan ishlar ikki tabaqali oynali eshiklar, bir tabaqalisi bor sanuzel eshiklari, spalni eshiklari. Mana ko'rishingiz mumkin. Endi salgina bardakcha bir e'tibor bermaysizlar bunga. Mana shu yerda bir-biridan go'zal ajoyib eshiklarning ustanovkasini qilib bo'ldik. Xohlasa hozir sizlarga mana shuni kichkinagina obzorchasini qilib berish niyatidamiz. Ko'rib baho berasizlar degan umiddamiz. Kuxniyadan o'tib mana bunisi zalimizning eshigi. Zalchani qaranglar. Ajoyib bezakchalar bilan vitraj oynalarimiz uyg'unlikda. Magnit zamokchalarga baho beringlar-chi, nima deysizlar? Yoqqan bo'lsa, обязательно like bosib, kommentariya yozishni unutmanglar. Sizlarning fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Hammaga rahmat.